mana vaqtni kutamiz-ku, hali vaqti keladi deydi-yu. Bir nimani kutib o'tirasiz-ku. O'sha so'zni o'zida yo'qotilgan 5 sekund ham ketdi, xayr. Vaqt sizga hech qachon ishlamaydi. Xudo xohlasa yaxshi bo'lib ketadi. Zo'r bo'lib ketadi. Da, Xudo xohlasa yaxshi bo'lib ketadi, lekin Xudo uje yaxshi qilib berdi, sog' turibsan. Endi erishishing kerak degan narsani o'ylamaydi. Yaxshi bo'lib ketadi deb o'tiraveradi. Как будто vaqt oliy hakam oxirida bizga bir nimani beradi finishda dedi. Net, finishni bilasiz nimaligini. Bu yerda hakam ham shart emas. Bo'y ketdi, bu yerda hakam yo'q, siz tomonga ishlaydigan. Faqat bo'y. $10,000 topishim kerak, 5,000, 20,000, 100,000 mashina, uy, joy, bo'y. Faqat jang. Faqat jang orasida noto'g'ri zarbalar meni hisob kitobim bo'yicha. Ichish, chekish, noto'g'ri auditoriyaga qo'shilib qolish. Mana o'sha zarba o'tkazish. Siz agar chekmasangiz, ichmasangiz, to'g'ri yashab, akkuratniy, yaxshi yo'llardan to'g'ri do'stlar bilan biznes qilib yuraversangiz, uncha zarba o'tkazmaysiz. O'sha bo'y oxirigacha ketaveradi. Tugamaydi hayotda jangi.